Ya'ni radikalizm degani bitta ideyani olib va shu oshirib yuborishda. Mana shunaqa kriteriya bilan odam tanlaydigan odamlarni men taniyman, ko'rganman. Ko'pi muvaffaqiyatli, puli bor, mediasi bor insonni slishkim radikal yondashadi. Odamni tabaqamdan rangi sal boshqacharoq bo'lsa ham bo'ldi, to'g'ri kelmaydi. U bilan bitta dasturxon o'tirmoqchimiz. Nimaga? Chunki u kollej. Bu narsaga qanday qaraysiz? Ya'ni nimani hisobiga inson shunaqa qilib qoladi? Men o'zim fikrimcha, bu logika, ya'ni mantiqiy fikrlash sal nito ishlashidan kelib chiqadi. Chunki dunyo oq-qora emas-da. Yaxshi odam absolyutni yaxshi yoki yomon odam absolyutni yomon bo'lmaydi. Yaxshi odamda sal yomonligi bo'ladi. Qaysidir kamchiligi bo'ladi. O'tga yomon odamda ham nimadir yaxshilik topa olasiz. Dunyo palitrasi ko'p. Qorani sal boshqacharog'i bor, oq sal to'qrog'i bor.